K tovushi va K harflari. Afsonaviy harflar mamlakatiga sayohatimiz davom etadi. Biz bilan birga Malik va Kamol ham sayohatga chiqishdi. Lekin ular uylarining kalitini yo'qotib qo'yishdi. Ko'prik oldidagi kaklikni ko'ryapsizmi, bolajonlar? Malik bilan Kamol kaklikdan yordam so'rashdi. Agar mana bu ko'prikdan o'ta olsangiz, kalitni topishda yordam beraman. Buning uchun ushbu so'zlarni o'qishingiz kerak, dedi kaklik. Ammo Malik va Kamol K harfini hali bilishmaydi-da. Keling birgalikda o'rganamiz. K tovushi undosh tovush. Lablaringizni biroz oching, tilingizni tishlarga tekkizmay talaffuz qiling. K. Birgalikda aytamiz. K. Kitobda ko'rdim bir harf. Bir qo'lini ko'tarib, oyog'in kerib turar. Kimsan o'zing deb so'rasak, K bo'laman deb aytar. So'zlarni o'qing, bo'g'inga bo'ling. Yopiq bo'g'inli so'zni toping. Kamon, kalit, kaklik. Barakalla bolajonlar. Kaklik so'zida har ikkala bo'g'ini ham yopiq bo'g'in. Gapni o'qing. Malik bilan Kamol aka-uka. Nihoyat kaklik kalitni topishda yordam beradigan bo'ldi. Sayohatimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang.